obunachilarimizga bitta bonus qilib bermoqchiman. Agar mana shu videoni ko'rdingiz yoki qachondir ko'rasiz baribir ham. Ofisimizga keling, agar xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki meni obunachimligingiz uchun chegirma qilib beraman. Farqi xohlasangiz boshlanish to'lovi olasizmi, boshlanish to'lovisiz olasizmi? 1 metr kvadratdan 100 ming so'm o'tib beraman. Farqi boshlanish to'lovi bering, xohlasangiz bermang. Meni obunachim bo'lganingiz uchun 100 ming so'm chegirma qilib beramiz. Eslatib o'taman, faqatgina Qorasuv uylari profiliga podpiska bosgan bo'lishingiz shart. Esingizdan chiqarmang. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Qorasuv uylari. Sizlar uchun bugungi taklifimiz oilasi kattaroq, ya'ni bolalar soni kattaroq, ko'proq bo'lgan insonlarga 3 xonalik qulay planovkaga ega bo'lgan xonadonimizni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu xonadonlarimizda o'zini alohida spalnisi bor, детский spalnisi bor, zal, alohida vanna tualet hamda balkonlari ham mavjud. Ushbu xonadonimiz umumiy hisobda 78 metr kvadrat. Planirovka jihatdan ko'rib o'tayotgan bo'lsak, mana bu yerda kirish. Kirganingizdan prixoshkaning to'g'risida oshxona, chap qo'ldagi eshigingiz uzun koridor va alohida vanna tualet. Keyin mana bu eshigingiz esa zal, bunisi yana bitta yotoqxona, bunisi esa yana bitta yosh bolalar yotoqxonasi va balkon. Bu planirovkamiz 3 xonalik nisbatan qulayroq, chunki hamda kvadrat metri kamroq, ya'ni oylik to'lovi ham uncha ko'proqdan chiqmaydi. Hamda bitta zo'r tomoni, misol uchun mana bu xonadonimizni sxemasi bo'lsa, ikki tomonida ham balkoni bor. Ya'ni 3 ta balkoni bor. Misol uchun xonadoningiz burchakda joylashgan bo'lsa, ham bu burchakka tomosha qila olasiz, manzarasi bo'ladi. Ham bu burchakka, ikki tomondagi burchakni manzarasi ideal ko'rinadi. Bu degani yotoqxonangizdan ham chiqsangiz balkoncha, zaldan ham chiqsangiz bitta balkoncha, manzara jotki. Endi eng qizig'i, kulminatsion nuqta deydi-ku, narxi ya'ni. Narxini qanday hisoblaymiz? Mana bu yoqqa, operator bu yoqqa. Misol uchun bizni kvadraturamiz 78 u 73. 78 u 73 metr kvadrat bo'lyapti. Uyni umumiy ploshchada, ya'ni kvadrati. Buni 1 metr kvadratimiz narxiga ko'paytiramiz, ya'ni 7,5 million so'm. 7,5 million so'mga ko'paytiramiz. Umumiy summasi 590 million 473 ming so'm bo'ladi. Umumiy summasi. Bu summani sizga qay holatda beramiz? Ya'ni bo'lib to'lashga, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga. Bu degani mana umumiy summani olamiz u shuni 60 oyga bo'lamiz. Oyiga 9 million 841 ming so'mdan tushadi oylik to'lovingiz. Mana shu xonadonga. Mana shu xonadonga. Agarda bu xonadonni patkulch holatda olmoqchi bo'lsangiz, 1 metr kvadratga o'rtacha 1,5 million so'mdan qo'shiladi. Ya'ni 7,5 million emas, 9 million so'mga aylanadi 1 metr kvadrati. O'sha holatda 78 u 73, ya'ni uyning kvadrati ko'paytiramiz 9 million so'mdan. Xo'p, umumiy summasi 708 million va 570 ming so'm bo'ladi. Buni yana shunday olamiz, 60 oyga bo'lib beramiz va oylik to'lovingiz 11 million 800 ming so'mdan tushadi. Ya'niki 3 xonalik 78 metr kvadratlik patkulch, mana xuddi mana shu xonadonni oylik to'lovingiz 11 million 800 ming so'mdan tushadi. Har oylik to'lovingiz. Patkulch varianti, ya'ni remontli varianti. Korobka varianti esa 9 million 800. Sizga qaysi biri ma'qul? Kommentariyada belgilab o'ting, yo patkulch yo korobka. Fikringiz bizga muhim albatta. Like va podpiska bosishni esdan chiqarmang. Sog' bo'ling.